Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda hammomga mana shunaqa qilib chiroyli qilib kafillar terib, burchaklarga bunaqa 45 gradusda chiqarish necha pul bo'lyapti? Bularning xizmat haqqisi, materiallar qanaqa bo'lyapti? Material necha pulga sotib oladi degan savollarga hozir javob berib o'tamiz. Azizlar, bu 60 ga 120 lik Toshkent kafillar, granitlarimiz. Buni sotib olishimiz Farg'ona Polsha bozoridan 115 ming so'mga sotib olganmiz. Hop, buni 100 ming so'mdan kvadratini bosib berilgan. Bu qirralari addenni 100 ming so'mdan chiqarilgan, 45 gradus qilib. Ko'ryapsizlar mana. Idealni qilib xolosa, undan keyin chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Patologlarga mana. Shunday qilib oddiy mana kafilda o'zi polkalari qilingan. Shampunlar qo'yish uchun hozircha maxit tutib turadi. Mana dushovoy zonamiz shashagan, tahoratxona uchun mo'ljallangan. Bularga mana 45 gradus qilib chiroyli chiqarilgan. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqyapti inshaalloh. Xudo xolasa duo qilasizlar. Patologga dekor plastik qo'yib berganmiz. Buni kvadrati 40 ming so'mdan qotirilgan. Chiroqlar ustanovka qilib, dimoxotlarni ustanovka qilib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli qilib xizmat qilamiz. Azizlar, buni hammasi metroga yuradi mana ular. Bilmaganlar uchun eslatib, bu ikki tomondan qirrasi chiqarilgani uchun 45 gradus mehnat ko'proq bo'ladi, shuning uchun adden olinadi ularga. Bu tomonlari 45 gradus chiqarilgan. Mana burchaklarimiz inshaalloh kafillarimiz ideal holatda. Ko'ryapsizlar, xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xizmatda bo'ladi, xizmat kafilchilarimiz inshaalloh. Mana polkalari ham. Azizlar, buni hozir qo'yishimizdan maqsad, ertaga temir qo'yadigan bo'lsangiz, nejavikalardan qo'yilgan bo'lsa, ertaga u 1-2 yildan keyin, 5-6 yildan keyin zanglab chirishi mumkin. Bu ideal turadi, xudo xolasa. Shu hammomda buzib yuborilgancha turadi. Bu ko'chmaydi, zabardast, baquvvat bo'lib turadi, xudo xolasa. Mana ko'rib turganlaringdek hammomimiz bitgan. Azizlar, agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa oldinda juda chiroyli ishlarimiz kutib turibsizlar. Xudo xolasa mana ishlarni mana Atachentoga tayinlab olganmiz. Shkulkadan chiqqan tayyor turibdi. Xudo xolasa shularni bitsa, obzor qilib boramiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.